Nezer Xoja Abdusemet bugungi zaman Uyg'ur adabiyot tarixida o'chmas iz qoldirgan adib, tarixchi va shoir Nezer Xoja Abdusemet Uyg'ur bolasi 1887-yili hozirgi Qozog'iston tavasidagi G'aljat yezisida tug'ilgan. Nezer Xojaning ota-onasi aslida Ili viloyatining Jag'atta yezisida yashaydi. Uning dadasi Abdusemet Aqsoqol 1864-yili Manching tajovuzchilarga qarshi Ili rayonida ko'tarilgan xalq qo'zg'oloniga qatnashgan bir inqilobchi edi. 1871-yili Charusiya Ili sultonligini qoralliq besib olgandan keyin tajovuzchilarning talant-taraj qilishiga uchragan Ili rayonidagi holsizlangan Uyg'ur xalqi 1882-yildan boshlab yana yaqinlab kelayotgan Manching Xitoylaridan xavfsirab Yetsu tavasiga ko'chishga majbur bo'ldi. Ana shu ko'chmanlar ichida Abdusemetning oilasi bor edi. Shuning uchun Abdusemet Ili qo'zg'oloni va shu vaqtdagi nurg'un real tarixiy voqealarning guvohchisi edi. Abdusemet Aqsoqol inqilobchi bo'lib qolmay, ham taraqqiyparvar kishi bo'lg'achqa o'g'li Nezer Xojani mahallasidagi diniy maktabga berish bilan birga tarixiy voqea, hikoyalarni aytib berib, asli ona makoni bo'lgan Ili vodisiga o'g'lining qiziqishini qo'zg'aydi. Bolasini o'smir chig'idan boshlabla tala tuzida yetilab yurib, kun chiqish tarafni ko'rsatib turib, asli ona vatanining Sharqiy Turkiston ekanligini, bu aziz vatanini Manching Xitoylarining tajovuz qilib besib olganligini, Ili sultonligining qurilishi va Rus ishg'oli qatorliq tarixlarni so'zlab berish orqali Sabiy Abdusemetning qalbiga ona yurtiga bo'lgan cho'nqur muhabbat tuyg'ularini naqshlaydi. Shuning bilan Nezer Xojada adabiyot va tarixga nisbatan kuchli qiziqish shakllanishga boshlaydi. U o'z millatining tarixini o'rganish davomida o'zining Uyg'ur bo'lganligidan cheksiz faxrlangan. Hamda shu vaqtlarda nurg'un kishilarning Uyg'ur degan asli millat nomini qo'llanmay, o'zlarining yurt mahallasining nomlarini qo'llanganligiga qarta norozi bo'lib, Uyg'ur degan nomni umumlashtirish maqsadida 1910-yili Uyg'urlar ichida tunji bo'lib Uyg'ur bolasi taxallusini ishiltib, bu taxallusini 1911-yildan boshlab Shura jurnalida rasmiy qo'llanishga boshlaydi. Uning maqolalari shu vaqtda Shura jurnalida bisilib, Charusiya tavasidagi Uyg'urlar orasida kuchli ta'sir qo'zg'aydi. Shura jurnali Nezer Xoja Abdusemetning hayotida alohida o'ringa ega bo'lib, u vaqtda Shura jurnali Rossiyaning Qozon shahrida 1908-yildan 1917-yilgacha nashr qilingan. Turkiy xalqlarining o'rtaq adabiy tili Chag'atay Uyg'ur tilida chiqadigan birdan-bir oylik jurnal edi. Nezer Xoja bu ommabop, fanniy adabiy jurnal sahasida Uyg'ur bolasi imzosi bilan 11-asrdagi buyuk mutafakkur va shoir Yusuf Xas Hojib, ya'ni 1019-yildan 1085-yillarining Qutatqu bilik dostonini tonishtirib maqola yozadi. Bu maqola besilgan Shura ayni yillarida O'rta Osiyo va Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarigacha tarqaladi. Uning Uyg'urlar haqidagi tadqiqoti va Uyg'ur nomini qayta qo'llanish haqidagi tashabbusi shu mazgildagi Uyg'ur ziyolilarining engiga qattiq ta'sir qiladi. 1921-yili 6-oyning 4-kuni O'zbekistonning Toshkentda ochilgan 6 shahar Jung'ariya ishchilarining birinchi umumiy yig'inida qaror qilinib, ittifoq nomi Uyg'ur ittifoqiga o'zgartirildi. Shu vaqtda Abdulla Ro'zibaqiyov 1897-yildan 1938-yillari kaskinlik bilan taronchilar, qashqarliklar va 6 shaharliklar degandek nomida atilib kelgan kishilar amaliyotda birli xalq Uyg'urlardir. Buningdan keyin hammasi birdek millatning umumiy nomi bo'lgan Uyg'ur atalg'usini qo'llanadi deb ko'rsatdi. 1935-yili Sovet Uyg'urlarining ta'sirida milliy shuar jon talishib qolgan Sharq Turkistonda
Avam Xalq Qurultayı içiladi. Bu qurultayda Uyghur milletining nomi rasmiy holda Uyghur deb bekitiladi. Demak, Uyghur nomining asli kelishida Nezer Xojaning to'hfasini alohida tilga elishga arziydi. Nezer Xoja Abdusemet mahallasidagi diniy maktabni bitirgandan keyin Almatada 1 yilga yaqin o'qiydi va rus tilini puxta o'zlashtirib oladi. 1910-yildan 1918-yilgacha Tataristondagi Qozon universitetida o'qiydi. U bu jarayonda madaniyat tadqiqoti sohasida ko'zga ko'ringan Malov, Radilov va tatar yozuvchisi g'olimjonlardek olimlar bilan tanishib, ko'plagan ma'lumotlarni egallaydi. Inqilobchi Abdulla Rozbaqiyov bilan cho'nqur do'stlik munosabati o'rnatdi. Nezer Xoja 1923-yili keyingi bir mezgillik hayotini G'aljat yezisida kolxozchilar ichida o'tkazadi. 1923-yilidan 1930-yillarda G'aljatdagi savdo kooperativini boshqaradi. Ham dehqonlarga ulgu bo'lib, qo'liga ketman elib, G'aljatdagi suyi o'ng'ay chiqadigan joylardan emas, balki eng qiyin idir qaptallarni aylantirib o'stan tartib, mushaqqatlik ishga bosh bo'ladi. Hozir bu o'stangni Nezer Xoja o'stangi deb ataydi. 1928-yili qonxo'r jallod Stalin 1878-yilidan 1953-yillar burjua millatchilarini tozalash deydigan bir siyosat ijod qilib, Sovet ittifoqi uchun sadoqat ko'rsatgan zo'r bir turkumdagi tatar, Uyg'ur ziyolilar va kommunistlarni tutqun qilib, qattiq bostirdi. Bu vaqtda bir qism fursatparazlar Nezer Xojaning ilgari tatar ziyolilari bilan yaqin munosabatda o'tganligini bahona qilib, unimi tartib chiqarishga urinadi. Uning tayyor toplar nomli she'rig'imi tanqidlar yezib, uningga tar mazhabchi, taqobilchi degandek asossiz jinoyatlar ortadi. Aytishlarga qaraganda shu chaqda Abdulla Rozbaqiyovning inisi Abdug'upur Rozbaqiyov uningga o'zini chatga ilish to'g'riliq uchur yetkazadi. U uchurni olgandan keyin 1929-yili kuzda xotin bolalarini ilib, Ili viloyatining Jag'ata yezisiga ko'chib kelib makonlashadi. Darvaqa uzoq o'tmay O'zbek va Uyg'urlardan Abdulla Qadiri, Abdulla Rozbaqiyov, Nur Isroilov qatorliq yuqori darajali kommunist rahbarlar tutqun qilinib, etilib tashlanadi. U oilasi bilan ko'chib kelgan Chag'ata yezisidimi, ya'ni G'aljat mahallasi degan bir mahalla bo'lib, uningda Rus kommunistlarining Oktyabr inqilobi va uningdan keyingi ma'lumotchiliklarda ko'chib ketgan G'aljatliklar shundaqla Nezer Xojaning urug' tuqqan, tunish bilishlarimi o'ltiraqlashgan edi. Chag'atay ma'rif va madaniyatda bir qadar taraqqiy qilgan yezi edi. Bu yezida 1900-yildagi diniy maktablar bor bo'lib, fanniy darslar qo'shimcha o'tiladi. 1910-yildan keyin Qozon universitetini bitirgan Mirza muallim, Misrdagi Azhar Darul fonini bitirgan Nasuha Damullam, ya'ni Azhar Darul fondida o'qigan vaqti, ya'ni 1905-yildan 1915-yili Aysa Damollamlar masjid yeniga fanniy va diniy maktablar qurgan edi. Nezer Xoja bu yerda muntazam bir fanniy maktabning yo'qligini nazarda tutib, ma'rifatparvar zotlarning qo'lishi bilan bir fanniy maktab selishni tashabbus qiladi. Uning planlashi va nurg'un ixtisos sarf qilishi hamda xalqning kuch chiqarishi orqali 1933-yili 10-oyda 1-korpus osti-usti taxtayliq, derizilik 6 sinfliq maktab binosi bitib chiqadi. Uningga birlik maktabi nomi beriladi. U yana Qozon shahridan darsliklarni oldirib beradi. O'quvchilarga bir xil maktab kiyimi giydiradi va tantarbiya darsini yo'lga qo'yadi. Bu maktab shuningdan keyin nurg'un bolalarni tarbiyalaydi. Nezer Xojaning ta'sirida Lutfulla Mutallib, ya'ni 1922dan 1945, Sharifiddin Ömer, Abubakri Islom, Yusuf İlyas, Mesh'hur Islom,
Abdurahim Aysa qatarlıq köplىگەن iqtidarlıq yoshlar yetişib chiqadi. 1934-yili bir klub selinib, artistlar o'yin qo'yib, yezi xalqining turmushini beyitgan. Bu klubda xiyoli tivib, nuzugum, nomard boy qatarlıq sahna asarlari o'ynalgan. Bularning ichidagi nuzgum bilan nomard boyni Nezer Xoja yezib bergan. U maktabdagi bir ommaviy yig'ilishda san'atning roli ustida to'xtalib, xalqning kallasini ichishda doğrudanmı ko'ra san'at muhim degan. Chunki u davrda kitob materiallar kamchil bo'lganligidan sirt ko'p sondagi kishilar savotsiz bo'lg'achqa asosliq tashviqot quroli san'at bo'lib qolgan edi. Nezer Xoja Abdusemet yangidan barliqqa kelayotgan Uyg'ur matbuotchiligining rivojlanishiga o'zining asarlari orqali munosib hassilarni qo'shgan. Bu haqda Me Rozbaqiyov Rozbaqiyovlar 1987-yili Qozog'iston nashriyoti tarafidan nashr qilingan Xalqning munavvar farzandi Abdulla Rozbaqiyov nomli kitobida uningga yuqori baho berib, to'hfakorlar qatorida maxsus tilga elib o'tadi. Nezer Xoja Abdusemet o'z hayotida yolg'iz asar yozib, xalqni tarbiyalash bilan qolmasdan, balki xalqqa ilm ma'rifat o'g'itish yo'lidami bir qator önümlük ijtimoiy faoliyatlarni elib boradi. Shundaqla tashkilotchilik rolini o'taydi. Bu haqda xalqning munavvar farzandi Abdulla Rozbaqiyov nomli kitobida to'xtalib o'tadi. Nezer Xoja Abdusemet yana bir tarafdan usta binokor bo'lib, uning uy imorat selish va tam to'rislarini naqqoshlash hunari bor ekan. Uning uy bezakchiligiga doir naqqosh, gul nusxalari 60 xildan ortiq bo'lib, bular hozirgacha Sankt-Peterburgdagi tarix va onigrafiya institutining muzeyida saqlanmoqda ekan. Ya'ni Almota Uyg'ur Ovozi gazeti 1991-yili 6-dekabr soni 2-betda. Nezer Xoja Abdusemetning ijodiyat hayoti va jamoatchilik faoliyati e'lon qilingan asrining ta'siri kuchi ayni davrda ھەقىقەتتىن zo'r bo'lgan. U xalqni uyg'otish, nodonlikdan qutqizish, xalqni tarbiyalash, xalqning hol ahvoli, mungzarini tushunish jihatda yetakchilik, avangardlik rol o'ynab qolmasdan, ayni davrdagi ilg'or ong fikrlik ziyolilarning o'sib yetilishidimi haqiqatan zo'r rol o'ynaydi. Buni Nezer Xoja Abdusemetning Sovet Uyg'urlarining doisi İnqilabçı Abdulla Rozbaqiyovga beg'ishlab yozgan Sol nomli she'rdan, shundaqla Hüseynbek Amirovning Abdulla Rozbaqiyov to'g'riliq Kommunizm tug'i gazetining 1977-yillik 5-may sonida e'lon qilingan tövandagi aslimasidanmi ko'rib olish mumkin. 1927-yili Abdulla Ahmetovich Osiyo yayliqida dam ilish uchun Kiyikbayga keladi. Mən inimiz Abduquyum ikkimizmi onun bilan Osiyo yayliqida bo'ldik. Abdulla Rozbaqiyov yayliqda dam ilib etibdi degan xabarni anglab, Chilekdan, Baysit va Malavayn qora to'riqlardan nurg'un kishilar uni ko'rishga, uning bilan suhbatlashishga kelib ketishgan edi. Bir kuni otliq bir kishi Abdulla Rozbaqiyovni ko'rgili kelibdi. Abdulla Ahmetovich otliq kelayotgan kishini ko'rib, aldığa ildam mangdi. Atning chulvirini ushlab, heliqi kishini yulab, andin tushirib, quchoqlashib ko'rishdi. U kishi uzun bo'yliq, so'datli kishi ekan. Abdulla Rozbaqiyov u kishini "Qani, Xo'jaka, marhamat" deb kigiz uyga taklif qildi. Ular uyda uzoq o'ltirishdi, suhbatlashdi. Uydan chiqishgandan keyin Abdulla Ahmetovich heliqi kishini yana qo'ltiqlab otga yulab mingizdi va hurmat bilan uzatdi. Biz Abdulla Ahmetovichdan bu kishi kim bo'ladi deb so'rganimizda, u bizga bu kishi Nezer Xoja Abdusemet degan kishi bo'ladi. Bu kishi Uyg'ur xalqining peshqadam ziyolilarining biri. O'z vaqtida Tatar matbuotlarida Uyg'ur xalqini tunishtirgan publisistning biri. Olim va tonilgan adib deb bizga so'zlab bergan edi. Nezer Xoja Abdusemet Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining doisi.
Ahmadjon Qosimovg'imi cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Ahmadjon Qosim Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining rais jumhuriy vaqtida 1948-yili va 1949-yili aloyidan Jag'atayga 2 qatim berib Nezer Xoja bilan ko'rishidi va uni hukumat xizmatiga taklif qiladi. Bu to'g'rida yozuvchi Parat İlyas o'zining Chin e'tiqodliq inson nomli maqolasida tafsiliy to'xtaladi. U Uyg'ur xalqining qalbida cho'nqur ta'sir qo'zg'agan, engida zilzila paydo qilgan adibdir.